Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz 2 etajli domimizning 2-etajida 2 xonali toza remontdan chiqib turgan kvartiramiz sotib qo'yilayotir. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, van tarafimiz 8 TV chorrahasi bo'ladi kuni. Birimiz Sharq bozori arka tarafi, bog'chaning yonidan kirib ketaverishda Shovot kanaliga yaqin bo'ladi. Esa getdik, uyning chon taraf bilan donsh chiqsak. Ikkinchi qavatimizga yetib keldik. Eshiklari yaxshi, sifatli, demir eshiklardan qo'yilgan. Chon tarafidan kiradigan bo'lsak, uyimiz toza remontdan chiqib turibdi. Hamma yerimizda shuningdek moyishi aboylarda urilgan. Oyoq tegimiz ham hamma joyi g'olib bo'ladi. Bu yerimizda sanuzel joylashgan. Kafeda o'rilib turibdi. Royal firmasidan Aristollarımız öttürttü. Birimize toza remontdan çıkıp turibdi. Ban tarafımızda ise aşxonasi bo'ladi. Aşxonamız ham toza aşxona mebellardan qo'yilib turibdi. Buni ham tozasini olib qo'yibdilar, qo'yib berish kerak. Gazamiz ham ko'rganlaringizdek paket holida turibdi. Aynalamizga jaluzi pardalar qo'yilgan. Duh konturnikat yo'llarimiz yaxshisidan hamma yeri o'tib turibdi. Bu yerda xolodilnik ham bo'ladi. Uyimizda ko'rib turgan hamma narsangiz shu joyda qoladi. Kafelar o'tib turibdi orqalarini. Bu yerimiz zal bo'ladi. Zalimiz ham shuningdek toza remontdan chiqib turibdi. Yaxshi lyustralardan daqilgan. Televizorlarimiz ham qo'yilgan. Aboydan chiqib turibdi. Bu yerimiz ham jaluzi pardalar. Aynalari hamma aynasi yaxshi akfa aynalardan qo'yilgan. Konditsioner ham bor. Oyoq teglarimiz shuningdek g'olilar. Hamma joyi taxta pol bo'ladi oyoq tegi. Eshiklarimiz ham MDF eshiklardan qo'yilgan yaxshisidan. Bu yerimiz spalni bo'ladi. Spalnimiz ham ko'rganlaringizdek karavot paket holida turibdi. Bu yerimiz ham yaxshi aboylarda urilgan. Bu yerimizda esa shuningdek shkaf bo'ladi. Shkafimiz ham toza. Uyimizni ko'rganlaringizdek yaxshi remont etilgan, toza holida turibdi. Hali yashalmagan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 315 million so'mda turibdilar. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon bilan bog'lanishingiz mumkin. Esa sog' bo'lin, salomat bo'ling.